Alisher Navoiy Ulug' Uyg'ur shoiri, olim, mutafakkur, tilshunos, davlat va jamoat arbobi, buyuk shoir va mutafakkur Nizomiddin Mir Alisher Navoiy milodiy 1441-yili 2-oyning 9-kuni ayni chog'dagi Xurosonning bosh markazi shahri, shundaqla ayni chog'dagi Tömöriylar imperiyasining poytaxti Hirot shahrida dunyoga kelgan. Alisher Navoiyning ota-bobolari va urug' tuqqanlari To'g'liq Tömürxon va Amir Tömürning hukmdor avlodlariga yaqin dongli kishilardan bo'lib, uning otasi G'iyosiddin Naqshi dastlabda Xurosonning alamdor va qalamdor dongli hukmdori Ubul Qosim Bobur Mirza sarayida harbiy amaldor bo'lgan edi. Tarixiy manbalarda uning otasi G'iyosiddin kichik baxshi Bahodir dongli Uyg'ur baxshilaridan edi deb bitilgan. Alisher 12 yoshga kirganda otasi kichik Bahodir G'iyosiddin baxshi vafot bo'lib, Xuroson amri Ubul Qosim Boburning qo'lida qolgan va uning tarbiyasida cho'ng bo'lgan. U 16 yoshga kirganda Ubul Qosim Bobur qazo qilib ketganda homiysiz qolgan. Bu chaqda Tömöriylarning qushchi baglaridan Mashhad amri Said Hasan Ardishir uni himoyasiga olgan. Chunki G'iyosiddin baxshi bilan Said Hasan beg jangohdagi yaqin jasur do'stlardan edi. Alisher bu yerda 1464-yilgacha uda 7 yildak ilm tahsil qilgan. Alisher 15 yoshidan boshlab shoirlik bilan shuhrat qozongan yosh Alisher Husayn Bayqara bilan birga Xuroson hukmdori Ubul Qosim Bobur Mirzoning ordu sarayida xizmat qilishga boshlagan. 1456-yili ular Bobur bilan birga Mashhadga borgan. 1457-yili Bobur Mirzo Mashhadda vafot bo'lib ketgandan keyin Husayn Bayqara taxt egallash uchun kuch uyushtirish niyatida yaqindagi Marvaga ketgan. Alisher Navoiy davomli Mashhadda turib qilib o'qishni davomlashtirgan. U mashhur imom Rizo madrasasida o'z zamonasining mashhur Paris shoiri Kamal Turbati va arab shariatining ustozi Darvish Mansur bilan uchrashgan hamda ular bilan bak yaqin do'stlik o'rnatgan. Alisher Navoiy 1464-yili Mashhaddan Hirotga qaytib kelgan. Lekin Sultan Abu Said Mirza uningga so'g'oq muomala qilg'ashqa, u bu qitim Samarqanddagi Xo'ja Jaloliddin Fazlulloh Abu Lays Samarqandining madrasasiga yuqori o'rlab o'qish uchun safar qilib, toki 1469-yili bahorgacha shu yerda yerlashib qolgan. Natijada uning bilim elish doirasi texnik kengayib, din, falsafa, mantiqa, matematika fanlari bilan shug'ullangan. Bo'libmi islom falsafasini, arab va sharq adabiyotini qitirqinib tadqiq qilgan. Jumladan Ubul Qosim Firdavsi, Nizomiy Ganjaviy, Xisrov Dehlavi, Atayi, Lutfi, Yusuf Sakkoki, Ahmad Yuknaki va boshqa shoirlarning asarlarini yoqtirib o'qigan va to'liq yodga olgan. Shuningdek ijodiyatga qizg'in kirishib, Farscha, Uyg'urcha va boshqa turkiy tillarda nurg'un she'rlarni yozgan. Shunlashqa u Zul Lisonayn, ya'ni qo'sh til egisi degan nom bilan shuhrat qozongan. U o'zining turk tilida yozgan she'rlarga, Navoiy Fars tilida yozgan she'rlarga bo'lsa, fani, ya'ni vaqtliq deb jonliq qo'sh adabiy taxallus qo'ygan. Alisher Navoiyning madrasalardagi o'qitish faoliyatlaridan birdilla siyosiy sahnada tayanch davlat arbobiga aylanishi 1469-yili 21-mart Savog'dishi va do'sti Husayn Bayqaraning Hirot taxtini qo'lga elishi bilan boshlangan. U Hirot taxtiga chiqibla Samarqanddagi Sultan Abu Said Mirzoning o'g'liga maktub yozib, Alisher Navoiyni Hirotga avatib berishini talab qilgan. Shunda qilib, shu yili 14-aprel Hirotga yetib kelgan Alisher Navoiy yaqin do'sti va Savog'dishining xos mushovirligini qilgan. Keyincha paydin-pay martabasi o'sib, bosh vazirlik mansibigacha yuksalgan.
Alisher Navoiy tunji qitim 1470-yili yozda Oqqo'ychilar xoni Uzun Hasanning yordami bilan Hirotni ishg'ol qilib olgan Shahruq Mirzoning nevrisi Yodikor Mirzoni to'limi jasur va dono bir hujum bilan mag'lub qilgan va shaharni qaytirib olib Yodikor Mirzoni tirik qo'lga tushirgan. Bu qahramonlik Alisher Navoiyni Husayn Bayqaraning oldida bir umr qadr qimmatga ega qilgan. Alisher Navoiy bosh vazir bo'lgan chog'larda Munbat Xurason va poytaxt Hirot yana qayta gullab yashnab, g'arbda Oqqo'ychilar va Osmoniylarning hujumlaridan, shimolda O'zbek xonligining parakandichiliklaridan, sharqda tog'liqlarning, janubda Hindilarning avorchiliklaridan xotirjam bo'lgan. Avom xalq boy-bayashat yashab, poytaxt Hirot shahri Turan va Irondagi ilm ma'rifat ahlining ilmiy qabilasiga aylangan. Afsuski Alisher Navoiyning 1489-yildan buyangi 11 yillik umri siyosiy jiddiychilik va g'am andishi bilan o'tgan. Husayn Bayqara ordu ichidagi fitna fasodlardan Navoiyni qo'g'dash uchun 1490-yili maxsus farmon tushirib, bosh vazir Alisher Navoiyni davlat otisi deb jakarlagan. 1500-yili 60 yoshga yaqinlashib qolgan Alisher Navoiy haj farzini ado qilish uchun haramga bormoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Toshkent, Samarqandlarni ishg'ol qilgan Muhammad Shayboni xonning uzluksiz tajovuzidan davlatni va xalqni qo'g'dash uchun hajga berishdan voz kechgan. Davlat ishlari va siyosiy jiddiychiliklar davomida salomatligi nacharlashib ketgan Alisher Navoiy 1500-yili 31-dekabr kuni Astroboddan Hirotga yengilib qaytib kelgan Sultan Husayn Bayqaroni qarshi oldiga chiqqanda birdilla yurak kesili qo'zg'ilib hushidan ketgan. Sultan uni darhol Hirot xon ordusiga yo'tkab, eng mahir teviblarni ishq selibmi uni saqaytolmagan. Natijada Nizomiddin Mir Alisher Navoiy 1501-yili 3-yanvarda vafot bo'lgan. Ulug' Uyg'ur shoiri, olim, mutafakkur, tilshunos, buyuk davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiy arab va faris tillarida o'z ona tilidekla saviyaga ega bo'lib, bir qism asarlarini arab, faris tillarida yozgan bo'lsa-mu, ko'p qism asarlarini shu chog'larda an'anaviy Uyg'ur tili asosida shakllangan Chag'atay Uyg'ur tili bilan yozgan. Uning vakillik xarakteriga ega xamisasi va g'azallaridan boshqa til adabiyot tadqiqotiga va boshqa temalarga doir Majlisun Nafais, ya'ni Go'zallar Majlisi, Muhokimatul Lug'atayn, ya'ni ikki til haqida muhokima, Mantiqut Tayr, ya'ni qushlar tili qatorliq asarlarimi nihoyat zo'r ilmiy qimmatga ega. Alisher Navoiy 15-asrdagi Uyg'ur madaniyat tarixidagi hammadan bek ko'zga ko'ringan vakillarining biri, shundaqla Uyg'urlardan chiqqan donglik shoir, mutafakkur va ijtimoiy faoliyatchi hisoblanadi. U umrida turli temalardagi she'r nazmlarini, tarjimahol va adabiyot asarlaridan 30 nechini yezib chiqib, avlodlarga nurg'un qimmatli madaniyat meroslarini qoldirgan hamda xalqimiz ichida keng ta'sir paydo qildi. U o'rta asrdagi jaholatchilikni qat'iy inkor qilib, odamning izzat obro'yiga hurmat qilib, odamiylikni ozod qilishning yo'li ustida faol izlanib, Mirza Ulug'begni dahriy deb tuhmat qilib o'ltirgan qora niyat kishilarning safsatlariga kuchli e'tiroz bildirdi. Uning kuchli falsafaviylikka ega bo'lgan aqliya so'zlari hozirgacha el orasida tarqalib yurmoqda. Uning ta'sirli she'r misralari hozirgacha muqom teksti qilinib aytilmoqda. Uning adabiy asarlarida odamni asos qilish, ittifoqlik, oqko'ngillik, insonparvarlik, g'amxo'rlik, tinchlikda birga o'tish ideyasi gavdalantirildi. Badiylik jihatda Uyg'ur she'riyatchiligining badiiy tusi gavdalanib, millat, rayon, diniy e'tiqod olqigan estetik qarash aks ettirildi. Uning asarlari tarix, adabiyot, she'riyat ilmi, tilshunoslik, etika va
falsafani o'z ichiga olgan qomus bo'lib, davr ahamiyatiga ham mangulik qimmatga ega bo'ldi.